هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure El-Hicr 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hicr suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Hicr suresi Mekke'de nazil bolgan 99 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif lam ra. Bu kitapның roşan Kur'an'ның ayetleridir. Kafirlar kıyametning dehşetini köygende dünyadaki çığımızda musulman boğan bolsaqçı dep arman kılıdı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulani yani kuffarlani meyligi koyuvet. Yep içip oynap külüp yürüsün. Ula bihude arzular bilen boluversin. Ula uzak kalmay öz kılmışlarının yamallıqını bilidi. Kafirlarning kıyamette kaşki musulman bolsaqçı dep arman kılıdığanlıqı. Sürülerinin beşidi keladigan üzüp oqılıdığan elif ve harfler hakkında Bakara surasida tafsili to'xtalib o'tgan edik. Kafirlar kıyametning dehşetini köygende dünyadaki çığımızda musulman bolgan bolsaqçı dep arman kılıdı. Bu ayet kafirlarning kufurluq ustida yaşaganligiga pushaymon qilib, kaşki dünyadaki çığımızda musulman bolsaqçı dep arman qiladiganligidan xabar berdi. Sufyan Savri Abdullah radhiyallahu anhu'nun bu ayet hakkında mundaq deganligini rivoyat qiladi. Günahkar musulmonlarning gunohi tugab devzaqdan chiqayotgan altını ko'ygan kafirlar yuqorqidek arzuda bo'ladi. İbn Jarir, İbn Abbas ve Anas İbn Malik radhiyallahu anhumaning bu ayetni mundaq tafsir qilganligini rivoyat qiladi. Allah Taala gunohkor musulmonlarni mushriklar bilan do'zaxga tashlaganda, mushriklar u musulmonlarga sizlarning dunyoda qilgan ibodetlaringlar foyda bermadigo deydi. Shuning bilan Alloh Taala mushriklar g'azab qilib, u musulmonlarni o'zining keremligi bilan do'zaxdan chiqardi. Kafirlar ana shu chaqda kaşki musulmon bo'lsaqchi deb arzu qilib ketdi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ularni yani kuffarlarni meyliga qo'yuvet. Yeb içip oynab külüp yürüsün. Bu ayet kafirlar için qattiq agahlandırıştır. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Kuffarlarga dünyanın lezzetlerinden vaqt yenglar ve bahriman bolunglar, şübhisizki sizlar günahkar sizlar deyildi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ula behude arzular bilan boliversin. Ula uzak kalmay öz kılmışlarının yamanlıqını bilidi. Yani ularning behude arzuları tövbe qilishig'a to'salg'i bo'laversin. Ular uzak kalmay öz kılmışlarının yaman akıbetini bilidi.
biz qandaq bir shaharni halok qilmayli, faqat uning halok bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Har qandaq ummatning halok bo'ladigan vaqti ilgari surilmay ham kechiktirilmaydi. Halok qilinadigan shaharlarning hammasining muayyan vaqtining borligi. Allah Teala bu ayetlarda birer şehirni halak kılmakçı bolsa, o şehir ahalisinin Allah Teala'nı inkar kılganlığı ve peygamberlerini yalğanı çıkarganlığı doğrusideki paketini delil kılıp, ulanın halak buladigan vaqti kelganda halak kılıdığanlığını, bir ümmetinin halak buladigan vaqti toşqanda, ularning bu vaqtdan kechiktirilmaydiganligi va ilgirmi surilmaydiganligidan xabar berdi. Bu Makka ahliga berilgan ogohlantirish. Shundaqla ularni halok qilishga haqli qiladigan shirik keltirish, haqqi bo'y egmaslik va Allah Teala'nı inkar qilish qatorliq amallarını tashlab to'g'ri yo'lga mengishga yetaklaştır. Subhanallah. Ular aytdi: "Ey Qur'on nazil qilingan odam, sen haqiqatan majnunsan. Agar sen men Rasululloh degan so'zingda rostchilardan bo'lsang, Peygamberlikingga guvohlik beradigan farishtalarni oldimizga elib kelsangchi, farishtalarni faqat haq asosida, ya'ni azob nozil qilishimiz muqarrar bo'lgan chaqda nozil qilamiz. Bu chaqda ularga muhlat berilmaydi. Ya'ni ularning azobi kechiktirilmaydi. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Peygamberge sarang deb töhmet kılgan ve periştilerinin düşüşünü talep kılganlarga berilgen reddiye. Allah Teala bu ayette ularning kafir bolganlığı, tekebburluk kılganlığı ve hakkı boy egmegenlikini ularning tövendeki sözü arkalı haber berdi. Eğer sen men Resulullah degan sözünde rastçılardan bolsan, Peygamberlikingga guvohlik beradigan farishtalarni oldimizga elib kelsangchi, ya'ni sen menga Qur'on nozil qilindi deb biz egishib kelayotgan ota bovullarimizning yo'lini tashlab o'zingga egishishga chaqirib atamsan, sen haqiqatan majnun ekansan. Agar sen rostchil bo'lsang, sana guvohlik beradigan farishtalarni elib kelmamsan, Allah Teala Fir'avnning bu vaqtda mundaq deganligini xabar qiladi. Nima uchun uningga osmondan oltin bileziklar tashlanmadi? Yoki nimishqa uning rostligiga guvohlik berish uchun uning bilan birga farishtalar hamroh bo'lib kelmadi? Ve kafirlar Allah Teala to'g'riliq mundaq deydi: bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni mushriklar, nimishqa bizga farishtalar tushirilmaydi yoki biz nimishqa Rabbimizni ko'rmaymiz deyishdi. Shubhisizki ular o'zlarini cho'ng tutdi va to'limi haddidan oshdi. Ular, ya'ni mushriklar, o'zlarining jinini elish uchun tushgan farishtalarni ko'rgan kuni gunohkorlarga xo'sh xabar bo'lmaydi. Farishtalar ularga sizlarga jannat haromdir deydi. Farishtalarni faqat haq asosida, ya'ni azob nozil qilishimiz muqarrar bo'lgan chaqda nozil qilamiz. Bu chaqda ularga muhlat berilmaydi. Ya'ni ularning azobi kechiktirilmaydi. Mujahid bu oyat to'g'risida mundaq deydi: farishtalarni faqat elchilik yoki azob bilan tushiramiz. Ahirida Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'a Kur'an'ı düşürgenlikini ve
o'zining Qur'onni o'zgartirish va almashtirib, Qur'onni o'zgartirish va almashtirib etishdan saqlaydiganligini jakarladı. Şübhisizki seningdan ilgari burunqi har qaysi taiflarga nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. Ular o'zlariga payg'ambar kelsalar uni masxara qilishdi. Shundaq masxara qilishni biz gunohkorlarning dillariga solamiz. Ular Qur'onga ishonmaydi. Bu burundan odat bo'lib qolgan, ya'ni burundan tatib payg'ambarlarini inkar qilgan qavmlarni Allohning halok qilishi odat bo'lib kelayotgan ish. Har bir ummat mushriklarning o'zlariga kelgan payg'ambarlarni masxara qilganligi. Alloh taolo bu oyatda payg'ambar alayhissalomning Quraysh kofirlarining uni yolg'onga chiqarganligiga ko'ngli yerim bo'lmasligi uchun uningga tasalli berib mundaq deydi. Haqiqatan Alloh taolo sendan ilgari o'tgan ummatlarga payg'ambarlarni avatdi. Haqiqatan Alloh taolo sendan ilgari o'tgan ummatlarga payg'ambarlarni avatdi. Alloh taolo biror ummatga payg'ambar avatsila, ular u payg'ambarni yolg'onga chiqardi va masxara qildi. Ondan Alloh taolo haqqi bo'y egmagan va to'g'ri yo'lga ergishishdan takabburlik qilgan gunohkor kishilarning dillariga payg'ambarni yolg'onga chiqarishni soladiganligidan xabar berdi. Ondan Alloh taolo haqqi bo'y egmagan va to'g'ri yo'lga ergishishdan takabburlik qilgan gunohkor kishilarning dillariga payg'ambarni yolg'onga chiqarishni soladiganligidan xabar berdi. Anas radhiyallohu anhu va Hasan Basri shundaq masxara qilishni biz gunohkorlarning dillariga solamiz degan oyat haqida mundaq deydi. Ya'ni biz gunohkorlarning dillariga shirk keltirishni solamiz. Bu burundan odat bo'lib qolgan, ya'ni burundan tatib payg'ambarlarini inkor qilgan qavmlarni Allohning halok qilishi odat bo'lib kelayotgan ish. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarlarni yolg'onchi degan kishilarni butunlay halok qiladiganligini, payg'ambar va ularning ergashuvchilarini dunyo va oxiratda qanday qutqizadiganligini bilguchidir. Payg'ambar va ularning ergashuvchilarini dunyo va oxiratda qanday qutqizadiganligini bilguchidir. Biz ularga osmondan bir eshik ochib bergan. Ular uningdan osmonga o'rlab olamni, arvohni, farishtalarni ko'rgan taqdirdimi? Ular cho'qim ko'zlarimiz bog'lanib qoldi, balki sehrlangan qavm bo'lib qolsak kerak deyishidi. Haqqi bo'y egmagan kofirlarning har qanday mo'jizasini ko'rgan taqdirdimi yana iymon etmaydiganligi. Alloh taolo bu oyatda ularning kufridan nihoyat qattiq turadiganligi, haqqi bo'y egmay takabburlik qiladiganligidan, hatto Alloh taolo ularga osmondan eshik ochib bergan. Ular bu orqali osmonga o'rlagan taqdirdami, hargiz haqni tasdiqlamaydiganligini, balki ularning ko'zlarimiz bog'lanib qoldi deydiganligini xabar qiladi. Mujahid Abdullah ibn Kasir va Zahhak bu oyatning ma'nosi haqida ular bizning ko'zlarimiz pardalanib qoldi deyishidi dedi. Qatada ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ular bizning ko'rish quvvatidan ketib qoldi deyishidi. Avfi
ibn Abbas radıyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ular biz ko'rishni ko'rdik, lekin biz haqiqatan sehrlandik deydi. İbn Zayd mundaq dedi. Ular bizning aqli hushimiz joyida emas. Behush bo'lib qolgan bo'lsak kerak deydi. Biz osmonda burujlarni yaratdik ve kuzatuvchilar uchun osmonni yulduzlar bilan bezidik. Her bir qo'g'landi shaytondan osmonni qo'g'didik. Lekin osmon xabarlariga o'g'irliqcha quloq solmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan oqar yulduz qo'g'lab yetidi. Ya'ni halok qildi. Yer yüzünü yeyip keng qildik. Onunla tağlarını ornattık. Yeryüzüde her xil tekşi ölçemlik ösümliklerini östürdük. Yeryüzüde sizler üçün ve sizler rızkını verilmeydiğen, yani hadımlar ve hayvanlar üçün turmuş lazimetlerini yarattık. Ulanın yemek içmeklerini sizler emez, biz yaratımız. Allah Teala'nın osmon zimindeki kudreti ve alametleri. Allah Teala bu ayette osmonni öz egizligida turg'izganligini, uni turg'un yulduzlar ve sayyoralar bilan bezganligini, osmonga ko'zi talg'ich qarab ko'rgan narsalari ustida fikr yurgizgan kishi uchun onun da Allah Teala'nın kudretini gösterdiğin acayip delil paketlerinin bağlılığını gösterdi. Şuna Mücahit ve Katade ayetteki burujның manası osmondagi Cevza ve Esed qatorliq meşhur 12 yıldızını gösterdi dedi. Mening, yani İbn Kesir qarshimcha bu büyük ve yüksek Allah Teala'nın tövendeki ayetiga o'xshashdir. Osmonda burujlarni, yenib turadigan chiroqni, yani kunni ve nurluq oyni yaratgan Allohning barakati buyukdir. Atiya ibn Avfi oyatdagi burujning ma'nosi qo'g'dig'ichi qasr deganlikdir dedi. Yani üstünki olamdagi farishtalarning qishig'i chiqib osmonning xabarini o'g'irlamoqchi bo'lgan shaytonlarni ko'ydiradigan ro'shan oqar yulduz osmonga qo'g'dig'ichi qilindi. Osmonning xabarlariga o'g'irliqchi quloq solish uchun bosh-boshdoqlik qilib algı ilgirlagan shaytonlarni nurluq oqar yulduzlar kelib ko'ydirib halok qildi. U şeytanın osmon xabarlarini ko'ydirguchi nurluq oqar yulduz kelib ko'ydirishdan burun o'zidan tövendeki shaytonga yetkazib beroladigan ahvolni nihoyat az bo'ladi. Agar osmon xabarlarini o'zidan tövende turgan shaytonga yetkazib beralsa, u xabarni yana biri ilib o'zining xo'jayiniga yetkazib berdi. Bu haqda sahih hadis vardır. İmam Buxoriy bu oyatning tafsiri to'g'risida Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah Teala osmonda birer ishqa hukm qilganda farishtalar Allah Teala'nın buyrug'iga bo'ysunib qanotlarini bir-biriga urdi. Buningdan chiqqan ovoz xuddi siyliq tosh ustiga urilgan zanjir halqasining ovoziga o'xshaydi. La ilaha illalloh. İmam Buxoriyning yana bir rivoyatida mundaq bayon qilindi. Allah Teala'nın emri farishtalarga tarqitiladi. Ularning dillaridagi qo'rqinish ko'tarilganda, ularning ba'zisiga Rabbinglar nima dedi deyishidi. Ular Rabbimiz haqni dedi. Rabbimiz büyük ve yüksektir deydi.
Andın Allah Taala'nın emriga quloq solg'uvchi shaytonlar hadis rivoyat qilg'uvchilarning biri bo'lgan Sufyan so'zlab bu yerga kelganda o'ng qo'lini ichib, barmoqlarini bir-birining ustiga qo'yib, o'z qo'llari bilan shaytonlarning holini ifodalab, u shaytonlar mana mushundaq birsining ustiga birsi chiqadi deb sifatladi. U so'zni anglagan hamon o'zining hamrohiga yetkazib berishdan burun ko'ydirguchi nurliq oqar yulduz ulgurib yetib kelib qolsa, u shayton ko'ydirib etiladi. Ba'zida quloq solg'uvchi shayton anglagan so'zni o'zining ostida turgan shaytonga yetkazib bergicha ko'ydirguchi nurliq oqar yulduz yetishib kelolmay qolsa, u shayton o'g'irliqcha anglab olgan so'zni osti tarafidagi shaytonlarga yetkazib berdi. Hatto u so'z zimingacha shundoq yetkaziladi. O'g'irliqcha anglangan u so'z ziminga yetib, sehrgar yoki kahinga yetkazib berildi. Ondan u sehrgar yoki kahin u so'zga 100 yolg'onni qetib bayon qiladi. Shuning bilan kahinning biror so'zi to'g'ri chiqib qoladi-da, kishilar bizga kahin falon kunda mundaq ish bo'ladi deb xabar bergan edi. Uning xabar rost chiqib qoldi emasmi deydi. Lekin ular uning osmondan anglangan so'z ekanligini bilmaydi. Ondan Alloh taolo zaminni yeyib keng qilganligini, uningda mustahkam tog'larni, jilg'ilarni, yerlarni va qumlarni yaratganligi, turli ziroatlarni va bir-biriga o'xshab ketadigan meyvelarni o'stirganligidan xabar berdi. İbn Abbas radiyallohu anhuma yer yuzida har xil takshi o'lchamlik o'simliklarni o'stirdik degan oyatning ma'nosi haqida yer yuzida muayyan miqdorda o'simlik o'stirdik deganlik bo'ladi dedi. Yer yuzida sizlar uchun va sizlar rizqni berolmaydigan, ya'ni xodimlar va hayvonlar uchun turmush lozimatliklarini yaratdik. Ularning yemek içmeklerini sizlar emas, biz yaratamiz. Alloh taolo bu oyatda u narsalarni zaminda mahluqotlarning yashash ehtiyoj uchun yaratganligidan xabar qiladi. Bu oyatda bayon qilingan maqsad haqiqatan Alloh taolo manfaatni qo'lga keltirish sabablari va turmush kechirishning sabablarini ularga osonlashtirib berganligini, ular minib yurgan uloqlarni, go'shidan foydalanayotgan chorvalarni, ularning xizmatini qilayotgan xizmatchi va qul dedaklarni ularga bo'ysundirib berganligini va ularga rizq berish ishini insonlarning ustiga yuklamasdan, balki o'z ustiga olganligini xabar qiladi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Hicr suresi tafsiridan 20. oyatgacha anladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.